Assalomu alaykum, bizni kuzatib turganlar. Navbatdagi ikkita kat yo'limiz Andijon viloyati Xo'jaobod tumaniga o'rnatilmoqda. 50 kilovatli kat yo'limizdan ikkita ko'rishlari mumkin. Xususiy bog'cha ekan, uy bog'cha. Bitta korpusda o'zi 400 kvadrat to'plab olagan. Shunga 1 ga 2 hisoblab, 1 ga 1,5 hisoblab 50 talik kat yo'limizdan ma'qul deb topdik. Shu joyga ikkita kat yo'l o'rnatyapmiz. Bu korpus alohida. Bu yog'i yana bitta alohida korpus ekan. Mana ustakalarimiz olishyapti, zapchastlar olib kelishibdi. Assalomu alaykum. Yurtimiz a'zolari. Qandaysizlar? Yaxshimisizlar? Qancha like, kommentariy, podpiska bo'lishni unutmanglar. Mana ustakalarimiz jiyan, yangi shogird. Oxunjon Quyoncha, Sherxon katta ustamiz. Mana ishni boshlashibdi, chiroyli qilishib. Xudo xolasa yaxshi jarayonlarni ham syomka qilib ketishadi. Biz yo'limiz tushib qoldi, o'shanga keldik. Bishida. Ko'rishingiz mumkin. Xususiy bog'cha. Akamiz ikkita olganligi uchun 1700 dan deb baho aytdik. Aka ikkita olaman, qancha narxga berasiz deyishgani uchun 1600 dan ikkita qilib berdik 3200 ga. Kimga shunday aqlli kat yo'llar kerak bo'lsa 99 lik 100 57 93 hamda 90 lik 164 44 88 raqamiga aloqaga chiqishlari mumkin. Imkon qadar kelishtirib beramiz. Like bosishni esdan chiqarmanglar.